Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan Domplan platformasidan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng loyiha qo'shishdan avval Pro akkauntni faollashtirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz o'ng tarafda profilingizga kirasiz va mening profilim tugmasini bosasiz va ekranda Pro akkauntni faollashtirish paydo bo'ladi. Shunga kiramiz va bo'sh kataklarni to'ldirib chiqamiz. Buning uchun siz o'ng tarafda elektron pochtangizni yozasiz. Shundan so'ng mutaxassis turi, siz qaysi mutaxassis bo'lsangiz, shu mutaxassis turingizni yozasiz. Shundan so'ng tagida qaysi shahar yoki viloyatda bo'lsangiz, shuni yozasiz. O'ng tarafda tumaningizni yozasiz. Shundan so'ng tagida yashash manzilingizni kiritasiz. Shundan so'ng tagida o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot to'ldirasiz. To'ldirganingizdan so'ng pastda xizmat turlarini belgilaysiz. Agar siz qaysi xizmat turlarida faoliyat olib borsangiz, shu xizmat turlarini belgilaysiz. Kirganimizdan so'ng xizmat turlaringizga galochka belgisini kiritib chiqasiz. Kiritganimizdan so'ng pastroqqa tushamiz. Agar siz ijtimoiy tarmoqlarda profilingiz bo'lsa, profilingizni to'ldirasiz. To'ldirganingizdan so'ng saqlash tugmasini bosasiz va sizning profilingiz muvaffaqiyatli o'tdi. Shundan so'ng siz bemalol loyiha yoki xizmat turlaringizni qo'shsangiz bo'ladi.